Navbatdagi BYD Yuan Up avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bu дополнительный opsiyali varianti emas ekan, prostoy varianti. Buni ham rusifikatsiya qilib berdi to'liq holatda. Kerakli приложениyalar hammasini установка qilib ishlatib qo'yganmiz. Google Play marketlari ham ishlaydi. Kerakli приложениya o'zlari ishlatib qo'yadilar. Biz ma'lum bir приложениyalar установка qilib berdik. Kerakligi YouTube o'sha premium variantini yozib berganmiz. Qotmasdan ishlaydi. YouTubedan chiqib ketgan holatimizda ham muzika yoki klip davom etaveradi. Ruldan upravlenlar hammasi ishlaydi. Kontrkam, Yandex navigator hammasini qilib berganmiz. Xo'p, mana nastroykalarga ham kirib ko'rsatamiz. To'liq rus tiliga o'tkazilgan holatda turibdi. Xizmatlar qiziq bo'lsa, marketing murojaat qilaverasizlar. Yuan Up va boshqa BYD modellari yoki boshqa Xitoy elektromobillariga hammasiga rusifikatsiya xizmatimiz mavjud ishlab turibdi. Kuzatib boringlar. Umumniy перевод bo'lgan hammasi.